Assalomu alaykum. Mana biz Akbanavarda olib kelib oldik. Vitrajlar. Bilasizlarmi bu vitrajlar qayerga qo'yiladi? Dalaga. Mana shu yo'l olib chiqadi tepaga qaratib. Tepaga chiqasiz, dalaning ustida bitta maktab qurilyapti. Mana yo'ldan chiqa olmay qoldik, suv bosgan. Tepani yo'l to'g'rilayapti. Ko'rinyaptimi yo'qmi sizlarga bilmadim. Muazzami. Hop. Bunisi nima deyapti endi menaka? Muazzam. Sizda g'irt-dala. Muazzami. Eshik. Bu yerda yana bitta vitraj. Hop, shu 7 ta vitraj qo'yishimiz kerak.